Ustozlardan har doim xabar olib, ularni xursand qilib turish kerak. Assalomu alaykum. Men Shahobiddinova Nasiba. Mana shu Dr. Family klinikasida 3 oylik hamshiralik kursini o'qib tugatdim. Ustozlarim nafaqat tibbiyot sohasida, balki hayot maktabida ham o'qitishdi. Mana bugun Nasibaxon qizimiz hamshiralik kursini tugatdilar. O'qish davomida bular o'zlarining bilimlari bilan, epchilligi, chaqqonligi bilan nafaqat tibbiyot sohasida, balki oilaga ham tayyor bo'ldilar.